Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari akalar. Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga barcha turdagi benzinli hamda tokli sunuslarımizdan optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi ma'lumotini berib tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir robitadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bizda yangiliklarimiz bor. Tayyor propanga moslangan 100 lik sunuslarımizdan optim narxlarda yetib keldi. Video davomida shular obzorini qilib, narxi ma'lumotini berib tanishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi o'rinda tanishtirib o'tadigan sunasosimiz ko'rishlari mumkin. Motorlari 190 motor, firmasining nomini ko'rishlari mumkin akalar. 100 lik ob'yomda bo'ladi. Ko'pchilik akalarimiz ukam propanga ham moslasak bo'ladimi yoki tayyor propallisi ham bormi degan akalarimiz uchun yangilik. Tayyor propanga moslangan varianti yetib keldi. Ko'rishlari mumkin. Mana ob'yomi 100 lik bo'ladi. Hop, propan karburatorlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Tayyor o'zida propan karburator qo'yilgan holatda ko'rishlari mumkin. Zavodga moslangan holatda motorining ot kuchi 190, 15 ot kuchi bo'ladi akalar. Benzin baki 5 litrlik. Bitta to'ldirib olsalar akalar, bemalol 7 soat, 8 soatgacha bemalol xizmatlarni qilib beradi. Soatiga 120 tonnaga suv tashlaydi. O'zida maslahatchilari bor. Yog'i kamayib, ozayib qoladigan bo'lsa avtomatik o'chib qoladi. Narx-navosi ham o'ta arzon holatda, narxi 3 million 100 ming so'm propalli sunasosimiz. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Mana ma'lumotlarni o'qib olishligi mumkin. To'liq ma'lumot 2025-yilda mahsuloti. Narxi 2 million 900 ming so'm. Optim oladigan klientlarimizga optim narxlar chiqarib beramiz. Endi akalar, bizda motorning quvvati balandroq varianti, Uragan firmasiga tegishli varianti yetib kelgan. Xo'p, motori buniki ham 190, maslahatchiki bor. Obroti balandligini hisobiga suvni ko'proq tashab beradi unga nisbatan akalar. Bu ham tayyor propanga moslangan varianti. O'zida klapanlari bor. Mabodo shlankalari kerak bo'ladigan bo'lsa, shlankalari alohida sotuvda o'zimizda mavjud. Narxi 3 million 400 ming so'm. Like, komment bosib keladigan bo'lsalar, chiroq narxlarda qilib beramiz. Dastavkalar kelishgan holatda bor. Endi ukam bizga benzinli varianti ham bo'laveradi degan akalarimiz uchun Texa firmasiga tegishli benzinli variantdagi 190 sunasosimizdan yetib kelgan. Bu ham 100 lik ob'yomda bo'ladi. Motori 190, ot kuchi 15 talik. Texa firmaniki akalar, o'chirib yoqadigan knopkalari, kulchatorlarni ko'rishlik mumkin. Sifatlari juda ham a'lo darajada akalar. Xo'p, motori aytganda 190, bu benzinli, narxi 2 million 600 ming so'm. Kanal nomidan keladigan bo'lsa-lar, buni ham chiroq narxlarda chiqarib beramiz. 100 lik sunasosimizning motori 170 variantidan yetib kelgan. Grand Power firmaniki, motori 170 akalar, ma'lumotlarni o'qib olishligi mumkin. Ob'yomi buniki ham 100 lik. Narxi 1 million 800 ming so'm. Pastda nimalar qoldirib ketyapman. Pastdagi nimalar telefon qiladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotini so'rab olishligi mumkin. Endi juda ko'pchilik akalarim so'rab turgan edi. Ukam 150 talik sunasoslardan ham kelami degan akalarimiz uchun motori 192 variantdagi 150 talik sunasosimizdan yetib keldi. Ob'yomi 150 lik. Soatiga 170-180 tonnagacha suv tashab beradi akalar. O'zi maslinning sifatlari juda ham a'lo darajada. Narxlari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, 6 million 300 ming so'm. Like, komment bosib keladigan obunachilarimizga buni ham chegirmalarni qilib beramiz. Benzin rasxodi soatiga 1 litrgacha ham benzin rasxod qilib beradi. Endi sunasosimizni 50 lik variantimizni kichikroq variantidan so'ragan akalarimiz 950 ml variantdagi sunasosimiz ham yetib kelgan. Undan tashqari Glubinning sunasosimizni 2 xil varianti 150 talik, motori katta, kichik variantlardan ham mavjud. Narx-navolarni telefon qiladigan bo'lsalar, to'liqroq narxi bilan ma'lumotini berib o'tib ketamiz. 76 lik sunasoslarimiz akalar 950 ming so'mdan boshlanib, oborotiga qarab narxlari 1,5 million so'mgacha bo'lgan varianti bor. Grand Power, Shenyuan, Texa, Pantera hamma firmaniki bor. Telefon qilib bog'lanadigan bo'lsalar, optim narxlar yetkazib beramiz. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni, pastda podvalda joylashgan joyimiz. Telefon qiladigan bo'lsalar, lokatsiyalarni tashab o'tib ketamiz. Bundan tashqari qanaqa turdagi agrotexnika mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bog'lansalar, chiroq narxlar yetkazib beramiz. Hozircha yangiliklarimiz shular. Shunaqangi sunasos qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar.